Rossiya davlati haqida qiziqarli ma'lumotlar. Dunyodagi eng katta davlat Rossiya yer maydoni bo'yicha dunyoda birinchi o'rinda turadi. Uning hududi 17 million kvadrat kilometrdan oshadi. 12 ta vaqt mintaqasi Rossiya hududi juda katta bo'lgani uchun mamlakatda 12 xil vaqt zonasi mavjud. Eng sovuq yashash joyi Oymyakon, dunyodagi eng sovuq doimiy yashash hududlaridan biri bo'lib, harorat -60 darajagacha tushadi. Eng uzun temir yo'l, Transsibir temir yo'li dunyodagi eng uzun temir yo'l hisoblanadi, 9000 kilometrdan ortiq. Eng chuqur ko'l, Baykal ko'li, dunyodagi eng chuqur va eng toza ko'llardan biri, chuqurligi 1642 metr. Koinot grabinchi inson 1961-yilda Yuriy Gagarin insoniyat tarixida birinchi bo'lib koinotga uchgan. Mashhur tarixiy maydon Qizil maydon. Rossiyaning poytaxti Moskva markazida joylashgan. Ayiq ramzi. Ayiq Rossiyaning norasmiy ramzlaridan biri hisoblanadi. Mashhur yozuvchilar vatani Lev Tolstoy va Fyodor Dostoyevskiy kabi buyuk adiblar shu mamlakatda tug'ilgan. O'rmonlarga boy Rossiya dunyodagi eng katta o'rmon hududlariga ega davlatlardan biri. Eng katta shaharlardan biri Moskva, Yevropadagi eng yirik shaharlardan biri hisoblanadi. Faol vulqonlar hududi. Kamchatka yarimoroli hududida 300 dan ortiq vulqon bor, ularning ko'pchiligi faol. Muzliklar va abadiy muz permafrost. Rossiyaning katta qismi abadiy muz qatlamlari ustida joylashgan. Eng katta orol. Saxalin oroli Rossiyaning eng katta oroli hisoblanadi. Turli din va millatlar mamlakati. Rossiyada 190 dan ortiq millat vakillari yashaydi. Dunyoga mashhur balet. Bolshoy teatri dunyodagi eng mashhur balet va opera teatrlaridan biri. Tarixiy qal'a. Moskva Kreml Rossiya prezidentining rasmiy qarorgohi hisoblanadi. Noyob hayvon. Sibir yo'lbarsi, Amur yo'lbarsi asosan Rossiyaning uzoq sharq hududida yashaydi. 12 ta dengiz bilan tutashgan. Rossiya 12 ta dengiz bilan chegaradosh davlat. Shimoliy dengiz yo'li. Arktika hududi orqali o'tadigan dengiz yo'li savdo uchun muhim hisoblanadi. Eng katta tekisliklardan biri. Garbiy Sibir tekisligi dunyodagi eng katta tekisliklardan biridir. Eng uzoq hukmronlik qilgan podshohlardan biri. Pyotr Buyuk Pyotr Rossiyani kuchli imperiyaga aylantirgan va mamlakatni modernizatsiya qilgan. Ayol imperator. Yekaterina Buyuk Yekaterina davrida Rossiya hududi kengaygan. Rang-barang sobor. Vasiliy Blajenniy sobori o'zining rangli gumbazlari bilan dunyoga mashhur. Eng chiroyli metro. Moskva metrosi bekatlari saroyga o'xshash bezatilgan. Muz ustida festival. Qishda ko'plab muz haykallari festivallari o'tkaziladi. Kuchli kino sanoati. Mosfilm Yevropadagi eng yirik kinostudiyalardan biri. Sun'iy yo'ldosh davri. 1957 yilda Sputnik 1 birinchi sun'iy yo'ldosh sifatida uchirilgan. Arktika hududi. Rossiya Arktikaning katta qismini egallaydi. An'anaviy taom. Borsht va pelmeni mashhur milliy taomlardan hisoblanadi. Qadimiy universitet. Moskva davlat universiteti 1755 yilda tashkil etilgan. Videoga like bosing va kommentariyada o'z fikringizni qoldiring. Rahmat.